Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda 36, 64, 128, 190 kitalik Xitoy zavodskoy sin inkubatorlarimizda polniy xarakteristikasi, ishlash prinsiplari va narxlarini tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, keng assortimentli inkubatorlarimiz bor. Video boshlashdan oldin videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz bo'lmasa qani obzorimizni boshladik. Mana shu ko'rib turgan inkubatorlarning 36 talik inkubator, bularning mexanizmi bir xil bo'ladi. Ya'ni mana shu 36 talik tushuntirib bersam, buni mexanizmi 64, 128, 192 taliga bir xilda ketaveradi. Ya'ni apparat yangi sotib oldilaring, uni ishga tushirishdan oldin korobkasidan ochib, ustidagi pokalarni olib tashlamaysizlar, ustidagi pokalari bu izolyatsiya vazifasini bajarib beradi. Ya'ni ustidagi pokalari tursa, bunaqa hech qanaqa ziyonni foydasi esa foydasi bo'ladi, lekin ziyoni yo'q. Birinchi o'rinda o'zi 220 ga mo'ljallangan kabeli chiqadi va 220 ga ulanadi. Undan tashqari komplektida narsalari. Ya'ni hop, biringizni tanishtirib o'tamiz. Jo'ja ochib chiqqandan keyin ishlatiladigan, ovqat beradigan, suv beradigan 12 voltga svet o'chib qolsa yoki qanaqadir holatlarda ishlatish uchun 12 voltga mo'ljallangan kabeli va mana shunaqa nabori chiqadi. Bu naborda vazifasi bitta fonarigi bor, tuxum rivojlanayotganini ko'radigan fonarigi mavjud. Undan tashqari suv berishga mo'ljallangan shunaqa mana suvni grammini ko'rsatib turadigan bakal. Undan tashqari suv namli yetmagan holatlarda namli berish uchun pissillatadigan ya'ni bitta bakal. Va komplektda eng so'nggi narsasi bu instruksionniy kitobchasi. Hamma xarakteristikasi, hamma to'liq informatsiyalarni bunda yozib qo'yadi. Va birinchi o'rinda buni ichidagi narsalarni olgan holatda 220 ga ulading. Endi biz nima qilamiz? Bu ichidagilarni alohida qilib turib, mana shu kabelda o'zi mana bu yerda ikkinchi xuddi shu bir-biriga tushadigan kabel bor. Ya'ni bittasi to'rtburchak, bittasi yumaloq. Mana o'zi ko'rib turibsizlar. Bir-biriga tushirib shuni yopib beramiz. Bo'ldi. Endi bizda hozir miya bilan tuxumda teradigan roliklar o'rtasida ulanish hosil bo'ldi. Endi bunga biz suvga qarab turishimiz kerak. Ya'ni mana shu bakali 100 mg suv ketadi. 3 o'siga bittadan 100 mg dan suv quyiladi va bizda kerakli namlik hosil qilish uchun bu o'zi namlikni issiqlik pastga berib, u hali suvimizni parlab namlik ko'tarib oladi o'zi. Va rolligini ham o'zi aylantiradi, issiqligini ham, namligini ham hamma yo'lda o'zi boshqaradi. Faqat biz suvga qarab turishimiz kerak, svet o'chib qolmaganiga qarab turishimiz kerak. Svet o'chib qolgan holatda 1 soatgacha issiqlikni ushlab berib turadi. Birinchi o'rinda bizga kerakli rejimni topib olishimiz kerak. O'zi mana shu yerda ko'rsatib qo'ygan o'rdak, g'oz, qushlar, ikki xil turdagi qushlar va eng so'nggisi eng kerakli tovuq va ruchnoy rejim. Xo'p, bu rejimlarni o'zgartirish uchun oddiy mana mod degan knopkasi bor. Ezib tursa mana tovuqqa o'tdi. Yana ezib tursa o'rdakga, yana ezib tursa g'ozga, yana ezib tursa qushlarning ikki xili bor. Misol uchun, keyin undan tashqari yana ruchnoy rejimga o'tadi. Biz mana tovuqqa eng kerakli tovuqqa o'tkazib ko'rsatamiz. Endi mana birinchi o'rindagi lampochkalar birinchisidagi mana S temp, ya'ni chiqish kerak bo'lgan gradus va uni tepasidagi B temp. Hozirgi kunda mana inkubatorning ichida gradus. Undan keyingisi S hum, ya'ni ichkarida namli, qilish kerak bo'lgan namli va tepasida B hum, ichkaridagi namli, hozirgi kunda inkubatorning ichidagi namli. Undan keyingisi HD kuni, birinchi kun va tea time 120 minutda, har 120 minutda tuxumni o'zi aylantiradi. Bu kunning o'zgarishiga qarab namligi ham, issiqligi ham, gradusi ham hammasi o'zi boshqarilib, regulirovka bo'lib ketaveradi. Buni boshqa narsalarga tegishimizga hojat yo'q. Nimaga desalar, bu avtomat hisoblanadi. 12 voltga xuddi shunaqa sodda siqib turib ishlatib ketaverasizlar. Xo'p, bu yerda o'zi mana chiroq rasmini qo'yib qo'ygan, ezib tursa yonadi. Lampochkasi bor. Bu o'sha tuxumni ustiga qo'ysalar, endi qarasalar tepasidan tuxum rivojlanyaptimi, yo'qmi, o'shani ko'rish uchun. Tepasida yana bitta teshigi mavjud. Bu namlik ko'tarilib ketsa yoki tushib ketsa, mana shu narsadan regulirovka qilinadi. Ochib qo'ysalar, ko'tarilib ketgan namlik tushadi, yopib qo'ysalar, tushib ketgan namlik ko'tariladi. Xuddi shunday bo'lib turib boshqariladi. Agar namlikda bir xilda temp bo'lmasa. Xo'p, xuddi shu mexanizmda aytib o'tilgandek 64, 128, 192 taliklar ishlaydi. Xuddi shu tartibda ishlatsalar bo'laveradi. Hammasini mexanizmi bir xil bo'ladi. Endi bular narx-navolarga keladigan bo'lsa, 850 ming so'm mana shu 36 talikni qilib beramiz. 1 million 50 ming so'm 64 talikni qilib beramiz. 1 million 250 ming so'm 128 talikni qilib beramiz. 1 million 650 ming so'm 192 talikni qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona shahar, O'zbekiston barcha hududiga kelishilgan holatda dastavka bor. Andijon
Andijon, Namangan, Toshkent bo'ylab dastavkalarimiz mutlaq bepul. Keyin borgandan keyin to'liq qiladigan xolos bor. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda ulardan kelishamiz. Agar o'zlaring tanishlar bo'lsa, kelib olib ketishlari mumkin yoki to'liq bersalar biz mashqdan emo pochta orqali chiqarib olamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Undan tashqari bizdan keng assortimentdagi оборудованиялар mavjud. Inkubatorga kerak bo'ladigan har xil stabilizatorlar ham bizda mavjud. Bemalol ekranlardan nomerlar aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin.